Assalomu alaykum. Bu chaqiruv men juda ham hurmat qilgan jangchiga, nafaqat men, butun O'zbekiston hurmat qiladi. Fazliddin Karim Madrahimovni grappling bahsiga chaqirmoqchiman. MMA jangi desam, hozir odamlar kulishadi, boshqa har xil holat. O'zimni kurashimga ishonaman. Bu insonni ham kurashini juda ham ko'pchilik maqtaydi. Janglari juda ham odamlarga yoqadi. Iltimos qilgan bo'lardim tojikistonlik, o'zbekistonlik muxlislardan da u insonni uruvini baland. Qolaversa, hardkorda 2 vazn chempioni, oktagon liga chempioni. Men ham oktagonda 15 tadan oshiq jang o'tkazdim, chempionlik jangi uchun ham chiqdim. Bilasizlar, kimgadir chaqiruv tashlagan bo'lsam, har doim chiqqanman, o'tganman, imkon qadar chiroyli va g'alabaga boy jang o'tkazishga harakat qilganman. Bu inson bilan har qanday natija men uchun g'alabaga teng. Fazliddin, brat, я тебя уважаю. Просто это спортивный интерес. O'ylaymanki, tojikistonlik va o'zbekistonlik muxlislar uchun bu jang juda ham qiziq. Jasko Koch, ya'ni Jasur Alijonov Mangu 5 turnirida bizga imkoniyat beradigan bo'lsa, vazn ham, gonorar ham to'g'risi men uchun qiziq emas. Siz bilan bo'ladigan har qanday natija men uchun sharaf va g'alabaga teng. Tojikiston B5, O'zbekiston olg'a. Kuzatib turuvchi, qo'llab-quvvatlovchi bitta inson bo'lsa ham o'sha insonlar uchun chiroyli suhbatni ko'rsatishga men va'da beraman. Sizlar ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, do'stligimiz abadiy bo'lsin.